Qadriyat Shoshilayotgandik aka biroz. Assalomu alaykum. Qadriyat o'quv markazi ingliz tili kurslariga 20% chegirma yoki keyingi ishtirokchiga 35% chegirma. Keyingi ishtirokchiga 35% chegirma. Assalomu alaykum. Qadriyat o'quv markazi ingliz tili kurslariga 35% chegirmami yoki keyingi ishtirokchiga 50% chegirma. Keyingi ishtirokchiga 50% chegirma. Assalomu alaykum. 1 minut vaqt ajratsak bo'ladimi? Qadriyat o'quv markazi ingliz tili kurslariga 50% chegirma yoki keyingi ishtirokchiga 60% lik chegirma. Keyingi ishtirokchiga 60% chegirma. Rahmat. Ingliz tiliga qiziqasizlar, ha? Qadriyat o'quv markazi ingliz tili kurslariga 60% chegirma, keyingi ishtirokchiga yoki 70% lik chegirma. Keyingi ishtirokchiga. Qadriyat o'quv markazini kurslariga 60% chegirma siz uchun yoki keyingi ishtirokchiga 70% lik chegirma. Qaysi birini olasiz? Keyingi ishtirokchiga. Qadriyat o'quv markazi ingliz tili kurslariga siz uchun 70% chegirma yoki keyingi ishtirokchiga 80% lik chegirmani beramiz. Qaysi birini tanlaysiz? Keyingi ishtirokchiga 80% chegirma. Ha, keyingi ishtirokchiga. Agar olaman desangiz, sizga taqdim qilamiz. Yo'q, kerak emas. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qadriyat ingliz tili kurslarimizga 80% lik chegirma siz uchun yoki keyingi ishtirokchiga 90% chegirma. Qaysi birini tanlaysiz? 80%. Ingliz tili kurslarimizga. Xullas tabriklaymiz aka, sizni 80% lik chegirmani yutib oldingiz. Bemalol bizani o'quv markazimizga borib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Sizni o'quv markazida kutib qolamiz. Rahmat sizlarga 80% chegirma uchun. Xo'p.